Aygül, Aygül. Gipimni anglang bulamda. İki kızlı gipim ba. Qo'ydigan qo'lamni. Sizdan paranglashganda hech qanday ish yo'q. Aygül. Unda qilmang. Menga bir fursat bering. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Sizga ko'p fursatni bak chiq berganman. Bo'ldi qilgan qo'ydingiz. Aygül. Eng yaxshisi ikkimiz odam yo'q bir joyga berib paranglashib baqayli. Bulamda. Voy ishingiz qilgan qo'ydigan qo'lamni. Aygül, unda qilmang bir paranglashib baqayli, ma'qulmi? Sizga ko'p fursatni bak chiq berganman. Bo'ldi qilgan qo'ydingiz. Aygül. Eng yaxshisi biz odam yo'q bir yerda bir paranglashib baqayli, gapimni anglang, ma'qulmi? Nega bo'lsaq, men siz bilan yarashib qolmayman. Qo'ydingiz? Aygül. Men paranglashmayman, sizdan qo'ydingiz. Aygül, unda qilmang. Qo'ydingiz? Aygül. Qo'ydim Ben dedim. gapimni anglang dedim, tushundingizmi? Aygül. Qo'yib degandan-keyin qo'yib et. Men senga qilib ishimga aralashmoqni, Aygül. Men ishga aralashmayman, mening ma'qulum tutsa bu. Mashina ichib o'tirib turgan. Qara adash. Gap so'zing tukkanda, ha? Bundiki Aygülni izlama. Aygül mening ma'qulum. Tushundingmi? Aygül sening ma'qulum. Aygül mening ma'qulum. Mengülik ma'qulum. Tushundingmi? Sen bir ishdan Anqaramga o'xshaysan, qara. Aygül mengülik mening ma'qulum, sening ma'qulun emas. Tushundingmi? Ben sana deb qo'yay, qara. Bilekdagi kuchda, yanchiqdagi pulda, jamiyatdagi o'rning hargiz menga yetmaydi. Ha? Men sana eng oxirgitim deb qo'yay. Endi Aygülni izlaydigan bo'lsang, seni hargiz boshqa ko'rmayman. Tushundingmi? Armanca yaxshi tutdingizmi? Voy, Paratjon, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshi tutdingiz. Yaxshi, yo'qolib ketdingiz-ku. To'y qopqan aldirashib qoldim. Voy, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ha, bizning Tilakning to'ylik kostyumlarini kiyay deb kelibsiz-da. Ha. Hamsi bir aql ko'staymi? Ma'qul tavsiya qiling birani. Paratjon, sizning bu rangi ro'yingiz bor-ku. Mana bizning eng yangi pasonimiz ham keyin hozir vaqo mush Tilakning to'ylik kostyumini hammamiz talishib kiyyotdi. Ammo lekin sizning ma rangi ro'yingizga malik kiysangiz to'yda vaqo shahzodaklar bo'lib ketasiz. Hamsi mushni bir sinab boqamsiz. Ma'qul, mushni sinab boqayman olsa. Sizning nomeringizni ham men bilmay, ashni bilibla chiqay-a? Ma'qul, ma'qul. Ko'ynakni o'zingiz bilib maslashtiriblam ichkina. Ma'qul.
qahvarangizni ichib oling. Rahmat. Anna Karina yo'ldan chiqib qoldimi? Ha, az qoldi. Sizcha u qandayroq ayol? Nima desak bo'la? Eri uysizlikqa ayollarni qanday ayol deymiz? Siz bu kitobni o'qitgansizda, ha? Ha. Siz necha oydan beri bu yerda o'qib kelayotgan romanlarning ko'pinchisini men o'qib baqqan. Siz Boy va dengizni o'qimadingiz-ku deyman. Yo'q. Mencha hozir sizga shunday kitob bekroq mos keldi. Buni qanday bildingiz? Men siz necha oydan beri kuzatib kelyapman. Xatolashmasam, siz bir hikoyasi bor odamdek qilasiz. Lekin men o'ylayman, kishi beshi qanday ish qilishidan qat'iy nazar cho'qim o'rnidan turib ketish kerak-ku. Onun ustiga hamma ayollarning Anna Karina bo'lib ketishini apayin. Yaxshi qizlar shunday chiqku. Elang, haqli. Ha, jiq-jiq yang. Ha, balo quvvat qildi. Elang. Tuğma? Kallang joy deydi. Ha? Bolim tug'sang, qanday boqisizlar? Ha? Qanday tarbiyalaysizlar? Voy, oppa, voy bir amal bo'lib qola. Amal bo'ludi deb. 23 yil bo'ldi. Bir amal bo'ldimi? Ha? Yana qanday amal bo'lmoqchi? Jon. Ha, sen de baqa oppa. Amsi qanday qilaman? Endi axlanti patsa. Balduroq mendan men qanday qilman deb so'ragan bo'lsang, shu kunga qolmaydim. Hem sendin ketdi balam. O'rlab o'qin desam, udumudum. To'y qilish aldırma desam, aldirab ketdim. Bo'lapti. Buningga mayli. Apalıl iliştik aldırma desem, qo'zg'og'ni to'paytib o'tiribsan-ku, ha? Hamma chapani sallab tatamsan. Voy, oppa nima chiqib ketsa? Bir iloji bo'la. İloj bo'lmaydi. Sen eğer aş bilan yan uy tutadigan bo'lsang, sening turmushing hargiz yaxshi bo'lolmaydi, bolam. O'ylab baqa. O'zining uyi yo'q. Ayolning uyida turayotgan ozdab, yan ayolning tepagini yeyotgan bir erning yana qanday uningdan umid kutgan bo'ladi? Voy oppa, umi tirishyotdi-ku. Bizning turmushimizmi bunday bo'lib ketmas. Voy bir gap bo'la. Bo'lmaydi. Men uni o'zi bilan ko'rishma. Ya pul topsin, ya sendan kessin. Salam, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka, sizga nima lozim edi? Bangayliq Mingulning zarangizni yedim bir tong aytib. Aka, Mingulning zarangizni hozir tugab ketgandi. Men qinapamlar kelganda naqmish vaqtda uyda may tugab qopti. Ash Mingulning yangaqmaydan bir tong apparanga gachidi. Mingulning yangaqmay hozir tugab ketgandi, xe. Hada, men Mingulning alayda tangshalmaydan bir tong bering. Sam qara, Mingulningki tangshalmay tugab ketgan, sen boshqa mayda aytib beray bilandi. Appa, menga Mingulning alay tangshalmayna kirdigan tulsa, men Mingulning yurishlik maylardan jiqroq aytib beringlar. Mingul yurishlik maylari. Voy, apa kelib qolibsiz-ku. Parangni shayli.
Apa, uy setvelishqa menmi aldiryapman. Tirishayapman. Bu ishlarni aldırmay bo'p qola. Qarang. Men sizning unda yolg'on yapıdaq gaplaringizga ishinib o'tiradigan odam emas. Asla hozir turayotgan uy Lalaning akisining uyi. Yaqinda Lalaning akisi ishkirdik o'qishlarini tugutib, qaytib kelib ash uyda turdi. Men sizga 3 oy vaqtni beray. 3 oy vaqt ichida uydan birini iling. Men sizga iling da'vatime. İcara emasmi? Apa, bizning uyning amaliy ahvolini sizmi tushunasiz? Dadam biz kichikimizda tugab ketibdi-ki. Akam ikkimizni apam o'z yog'iz ming tasda beqib cho'ng qilgan. Oldingi yili uydagi butun mol-bisotni setib akamning to'y ishlariga ishlatdik. Mana yaqindan buyon apamning salomatligi yaxshi emas. Saqsiz bo'lib qoldi. Nima degan ta'sirli hikoya bu, ha? Afsus. Dunyo ko'z yoshiga ishonmaydi. Men taqim ishonmayman. Mening ishondig'im amaliyat. Mayli qanday bo'lsin, siz men deganda qiling. Men sizga gapni ochiqini qilib qo'ydim. Agar siz men deganda qilmaydigan bo'lsangiz, Lala apalını tug'maydi. Apa, Bey. Ha. Uxlab bo'lganmidingiz? Qaytib kelganmidingiz? Meni opam bugun cho'ng dadamning uyida qo'nib qolgan degandi. Shunga shu yerda yetib qolgan. Shunga amsi men sizga olib berib beray, ya. Ha? Kelib oshqishni evalamsiz, ya. Hay, bo'ldi. Men bugun Odilning qo'yib yuray. Siz baldur aram edavering. Ayt ko'rishaylik. Baldur uxlang, ha? Ma'qul.
umrini